Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003 yili 11 oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 10 bob. Og'udagi maxfiy so'z. Kichik Axun tutib ketilgandan keyin Atush tavasida har xil mish-mish gaplar tarqalib, Og'uliq Kichikboy degan birsi uyda mashrab o'tkazayotgan ketsa yo'qab ketib demish. İzdep derikini alolmaptı. U masjidga dalolat qilgan imom bilan takallashqachqa qarg'ib etganmish degan gaplar tezla yurtni bir oldi. Masjid xonqalardimi imomlar buni dastak qilib, og'zi og'ziga tegmay namoz o'qimaganlar shaytonning kayni kirib o'yin tomosha mashrabga berilganlar hukumatning amr farmonlariga bo'ysunishni vojib bilmaganlar Ağuluq Kichikboydek o'zining beshini yeydi deb Kichik Axunning g'oyib bo'lish voqeasi orqali xalqqa tanbeh berishatdi. Vaqt hammani unutildirar degandek bara bu gaplarmi besiqib Kichikboy voqeasi kishilarning esidan ko'tarilib 3 yilcha o'tganda Kichik Axunning og'uga paydo bo'lishi do'st birodarlarni xushal qilavatdi. Kichik Axunni yo'qlab keladigan Әл ағынларының айығы үзілмәйтті. Kichik Axun болса 3 yil mabaynida zindonda yetivərgəchkə ko'zlari nursizlangan, o'riqlab, bir taraf bir ustixonga aylangan, hayot turib badanlari chirib, chiroylari sapsariq bo'lib ketgan, ko'rganlarmu damal to'niyolmag'idek holga yetgan edi. Kichik Axun uyga kirganda hatto xotin bolalarimi to'niyolmadi. Faqat pildirlab turgan ko'zlariyle Kichik Axun ekanligiga guvohlik berib turadi. Abgar taqqi turqi yo'qlab kelganlarning g'azbini qo'zg'ab, zolim zamonga, amaldorlarga bo'lgan o'chmanligini kuchaytirdi. Bu Afirdun Van hokimiyatining chekidan oshgan zolimligining amaliy fakti edi. Kichik Axunning qaytib kelganlik xabari tezla atrofga tarqaldi. 3-kuni kechqurun Kichik Axun Kəşlik tamakka dastıxanğa kelib turadi. İşik aldida parang anglandi. Zulfiye yugurib chiqib ketib, "Mehmon keldi" deb xabar qildi. Kichik Axunning hali osal bo'lg'achqa, mehmonlarning oldiga aksi Rahimjon chiqdi. Bir kamda o'zaro takalluf taklif qilishlardan keyin badam do'ppilik, o'ngi oqsiriq, qo'y ko'z, shapurut, egiz bo'y, ko'kriki kang, naiti tembel bir yigit. "Assalomu alaykum" deb eshikdan kirgunicha Kichik Axunning qishiga kelib, qo'l ilishib ko'rishib, ko'zlariga ishonmayla qoldi. Kichik Axunning shunchalik abgor, hatto o'rnidan turolmag'idek holatiga hayron has bo'layotgan bu odam Qashqarlik Botur Hasan Turk edi. Uning shu topda avval Kichik Axunni tutib bergan imomni bo'g'izlab zahar tilini kesib, ondan bulab qochqanlarni izlab tepib, qiyma-chima qilg'isi kelmoqda edi. Lekin ochiqig'a hay berib, Kichik Axunning yonida o'ltirdi. Billa kelgan 4 birodarimi ko'rpidan o'rin ilishdi. "Kichikboymisan, adosh?" Hasan Turk uning qo'lini tutib turib so'radi. "Shundoq, nima cho'g'nab ketding? Hasanjon, 10 odamning kuchi yetmagudek sana. Adam har qancha yo'g'on, kuchlik bo'lsa-mu uni ishga solmasa bekor. Biz 10 odam emas, 10 ming, hatto 100 ming odamga taqobil turadigan payt bizni kutyotidi. Mana sen qandoq yigit eding? Qarg'ana aptinga. Biz nima qildik? Mashrab o'ynaganig'imi shuncha qilish ketamdi? Biz yanala bexud turaversak, bugun sana keldi, ata menga keladi. O'gini yana birisiga, men amdi o'limni zindonni kutib turmayman, intiqom olaman. Rost deysan, jazman intiqom olishimiz kerak. Kichikboy Hasan Turkning so'zini tasdiqlab aytdi. Shundoq qilib, odam ko'paygachga qaytadan dasturxon silindi. Zulfiya onasi Hafiza bilan pologa taraddud qildi. Hasan Turkning odamlari bir-biridan qilishmaydigan tembel yigitlar edi. Kichik Axunning ichinishli holati ularning qalbidami yerlik amaldorlarga bo'lgan g'azab o'tini yalqinjatdi. Mehmonlar tamoqdan keyin Kichik Axun bilan hal-mum bo'lishib,
bir uyda yatdi. Kichik Axun, Hasan Turk ikkisi muңduşup, kechini kirpik qaqmay o'tkazishdi. Biz tashkillashimiz lozim, deydi kichik Axun hayajonlanib. Pichoq so'ngaki yetdi. Zulm chekidan ishib, hukumat xalqning dushmaniga aylandi. Xalq jonni olqonga ilib, yo o'lim, yo ko'rim degan bosqichda turibdi. Bundaq yashagandan o'lim afzal bo'lib qoldi. Yetib qolguncha yetib qol deydigan gap bor. Sizlar yakan hapsxonasidagi begunoh odamlarning nola faryodlarini anglaydigan, azob oqibatlarini ko'radigan bo'lsanglar, ondan bilasizlar. Afridun Vangning ko'z oldida shundoq nohaqchilik bo'layotganda, bu yerlarda nima bo'lmoqchi edi? Nohaqchilikka uchirganlar dardini aytqudek bir hukumat bo'lmasa, shu mu kun kechirish bo'ldimi? Bo'zaq qilinganlar kimni izlaydi? Afridun Vangnima hamma ishni shu qilayotgan tursa, bo'rdan qo'yga rahim shafqat keladimi? Balkim zamondan norozi bo'lding deb hamma odamni menga o'xshash holga keltirar shu. Biz tashkillanayli, xalqni yetaklab ularga hurriyat yo'lini ko'rsatib berayli. O'lib ketsakmi, eng ashaddisidan bir ikkini yer tishlatib, ondan o'layli. Biz xalq ichiga cho'kib, ularni g'aflatdan uyg'otayli. Oldi bilan zindonga hujum qilayli. To'xtamanjudek el o'g'lonlari zindonda yetyapti. Ularning har biri bir otash, vaqti kelganda mingga titiydi. Volqandek portlab zolimlar taxtini araqdan baraqdan qila oladi. Rost deysan, Hasan Turk buni tasdiqlaydi. Biz qo'zg'alayli, obdan tashkillanib, oldi bilan Qashqarni olayli. Qashqar xalqi mushundoq bir fursatni kutib turayotgani navaq. Shuning hayvisida boshqa yurtlarni ilish hech gap emas. Chunki minglagan ezilgan xalq biz tarafda. Bütün xalq bizning qo'shinimiz desak, qilcha xatolashmaymiz. Men har kuni yo'qsizlarning orasida, ular bizga o'xshash shir yurak azmatlarga muhtoj. Kichik Axun bilan Hasan Turk Afridun Vangning zulmlariga qarshi qo'zg'olon ko'tarib, o'z ozodligi uchun jangga otlanish ustida paranglashib tong atqizdi. Ertasi nashtadan keyin Kichik Axun, bugun biz chekimizni to'xtatayli, dedi Hasan Turkka. İkimiz xali joyda ayrim so'zlashamdik ya. Xotirjam bo'l. Og'inlarimning hammasi ishonchlik. Undaq bo'lsa yaxshi. Men sana ishonaman. Tutib ketilishdan burun amaldor, hukumat degan bilan qilcha adovatim yo'q edi. Tutqun qilingandan keyin shundoq o'ch bo'lib ketdimki, turma jazosi odamni o'zgartidi deganga qilcha ishonmaydigan bo'ldim. Mahbuslik o'rniga tushgan odam qancha qiyin qistoqqa ilingan sari hukumatga shuncha o'shishib ketadigan. Amaliyotda zindon hapsa deganlar zolimlarning o'ziga o'zi dushman tarbiyalaydigan maktab ekan. Men ana shu maktabda o'qib chiqdim. Qalbim jarohatlandi. Jarohat saqaysimi izi yo'qolmaydi. Bular o'z xiyolicha qo'rqitib o'zimizga mayil qilamiz deydi. Amaliyotda qarshilikni kuchaytirdi. Biz ikkilanmay tashkillanayli. Ağuda biz demetlik işençlik ağınlarımdan Tursun, Kerem, Hamud, Mehmet qatarlıqlar var. Arazilda Osman, Hasan, Turganbekler var. Bularning her biri birden qo'shinga boshchi bo'lalaydi. Mana bu yigitlarning vujudidan mo palvonlik, jasorat urg'ib turibdi. Undaqda nima uchun zindondagi azob chekayotganlarni qutqizmaymiz? Meningcha bu ish ustida puxta o'ylanish kerak. Biz avam orasiga yanama ichkirlab kirib, xalqning ra'yini dastlab baqayli. Qo'zg'alon deganlik qonga sakrash demakdir. Qo'rqinchoqlar buningga jur'at qila olmaydi. Bugun hiliqi og'uliq 4 yigit bilan arazillik yigitlarni chaqirtayli. Menga agishadiganlar Qashqarda necha yuzga yetidi. Ashu namratlar, dardmanlarning hammasi mening qo'shunim. Vaqti kelganda ularning orasidan ne odamlar chiqishi mumkin. Lekin irodasiz kishilarni mo yo'q degili bo'lmaydi. Jon beqish uchun xoinlik qiladiganlardan hazar aylishimizga to'g'ri keladi. Shunga har qancha g'azablansakmi, o'zimizni besib olishni bilishimiz lozim. Qo'zg'alish uchun oldi bilan qobil bir yetakchi, bosh bo'ladigan odam kerak. Keyingi ishlarni navbatida bir nima deysak, bunga qanday qaraysankin?
öz qarashlaringni degin. Hasan Turk ehtiyotchanlik bilan kichik Axunga qaradi. Shundoq bo'lsin, dedi kichik Axun ondan sal turilib so'zini davomlashtirdi. Bu ishni o'rtaq qilayli, ammo tarqoq ijro qilayli. Ya'ni har birimiz birdan joyga mas'ul bo'layli. Men texi aslimga kelib bo'lolmadim. Bu holda hozircha bir ish qila olmayman. Obdanroq kutinsam, uzoqqa qolmay o'nglanib ketishim mumkin. İşni şu çağda başlasakmikin? Bolmaydı. Hasan Turk ciddi halda etti. Tömürni qızlıqıdı soğuk deydigan gap var. Sening mushu halga tushib qolganing ommani qo'zg'ash, ularni g'azablantirish uchun eng yaxshi fursat. Sening bu holingga do'stingningla emas, dushmaningning ichi og'riydi. Albatta, shunga ishni hozirdan boshlash lozim. Sen vaqtincha turolmasang karoyat chog'liq. Saqlarimiz vaqtni bekor o'tkazmayli. Buningga tayyorlik kerak. Qo'zg'alimiz debla yugurib chiqilib bo'lmaydi. Nurg'un tayyorlik xizmatlarini ishlashimizga to'g'ri keladi. Buningga xili uzoq jarayon ketadi. Har qanday ish kichikdan zo'raydi. Oldi bilan tashkillanib turayli. Qo'shilaman. Shundoq bo'lsin. Bugun yig'ilish o'tkazib, o'rinlashtirayli amisa. Shundoq qilib, Rahimjon orqali xabar yetkazilib, chaqirilganlarning oxiri 3ga yaqin kelib bo'ldi. Kichik Axunning mehmonxonasida Ağuluq 4 nafar, Arazliq 4 nafar, Qashqarliq 5 nafar, ondan kichik Axun qo'shilib 14 nafar odam dasturxon cho'rdab o'ltirishdi. Rahimjon darvozaga kuzatchilikka qo'yildi. Qo'zg'aloqning tunji qadami oxiri bisildi. Qarindoshlar, dedi kichik Axun. Bugun nihoyatda muhim bir ishni maslahatlashmoqchimiz. Qani, Hasanjon, muddani o'tirib qo'ygin. Sen davargin. Sabab, sen degan shahar ko'rgan odam. Uning ustiga xat o'qiy olaysan. Men bo'lsam bir qora turk. So'zlagan bilanmi qamlashtira olmayman. Ma'qul. Bugungi majlisda to'xti manju bo'lgan bo'lsa, tig'im yaxshi bo'ladi. U nihoyatda bilimli, manjucha til yiziqni biladigan, shunqardek yigit edi. Shu topda zindonda yotadi. İşimizni muvaffaqiyatga erishtirish uchun uni qutuldirmasak bo'lmaydi. Biz qo'zg'alib fuqarolarni qiynagan, qasigan, o'ltirgan zolimlarni yo'qotib, omu xasqa yaqqudek hukumat qursak deymiz. Bu qo'lga qurol olmay, dushmanni talto'kis yo'qotmay turib mumkin bo'lmaydigan ish. O'z tilimizda buni qo'zg'alon deymiz. Ruscha revolyutsiya, ya'ni inqilob deyiladi. Axun chet ellarda yurganda o'rganib olgan ikki so'zni alohida qistirib qo'ydi. Sizlarning har biringlar birdan qo'shinga sarkar bo'lasizlar. Lashkarlikka qovul yigitlardan tanlaysizlar, lekin hozircha bilmaymiz. Yaramliq odamlarni xalq orasidan o'zimiz topamiz. Targ'ibot orqali xalqni dushmanga qarshi g'azablantirsak, bizga kerakli yigitlar o'zlari maydonga chiqadi. Mushundoq cho'ng ishni qilolmaslik sizlarga bog'liq. Shunga sizlarni chaqirtgan. Qani, ko'pning aqli ko'pchi bo'ladi. Gap qilib beqinglar. Hammamiz o'ylaganlarimizni o'tirib qo'yayli. Hozircha gapim tamom. Endi Hasanjonning so'zini anglayli. Mening boshqa gapim yo'q. Qani, qo'zg'alon qilamiz deganlar qo'l ko'taringlar. Hammaylar birdek qo'l ko'tardi. Endi yana bir muhim ish bor, dedi Hasan Turk. Bizga bir yo'l boshchi kerak. Bizga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan odamdan birini saylab chiqaylik. Qo'shilamsizlar? Qo'shilamiz. Ko'pchilik ovoz qo'shdi. Men kichik Axunni ko'rsataman. Sizlar chiqandoq, birodarlar. Hasan Turk tunji bo'lib nomzod ko'rsatdi. Bo'lmaydi. Kichik Axun rad qildi. Hasan Turk: Menda kuch bo'lgan bilan aql kam. Aldirab musht etib qo'yman. Men aldirong'ulik qilganda "Hoy" deb tanbih bergili kichik Axundek odam kerak. Shunga buningga kichik Axun eng muvofiq. Shundaqmi, ko'pchilik? dedi. O'ltirganlar birdek qo'shildi. Hozircha mushundaq bo'lib tursin, lekin to'xtamanju qachon ozod bo'ladi ekan? Yetakchi sardor shu bo'ladi. Buningga qo'shilmasanglar, men bu ishning huddisidan chiqolmayman. Buningga nima deysizlar, og'inlar? Sizning deganingiz bo'lsin, deyishdi ko'pchilik qizg'in ovoz qo'shib. Undaq bo'lsa, dedi kichik Axun.
Dastlabki ishimiz xalqning ra'yini bilish, ularga zulmning manbasini tunutib, dushmanga bo'lgan nafratini qo'zg'ash bo'lsin. Nishonni shaxsiy dushmanga emas, umumiy dushmanga, ya'ni Afirdun Vangni yo'qotishga qaratayli. Gap so'z, shartimizni sir tutayli. O'zinglarni oshkorlab qo'ymanglar. Fikringlar bormi? So'raydigan gap bo'lsa so'raveringlar. Gap bo'lmasa tarqayli. Ko'rishadiğanda to'plashib kelmanglar. Biz Hasanjon bilan yana muhim ishlarni bekitib, ondan sizlarga uqtiramiz. Qaytsanglar bo'ladi. Kichik Axun so'zini tugatishigila beshiga oq to'ppa, uchisiga qizil chakman chapan kiyib olgan bug'doy o'ng, qora qosh, 30 yosh atrofidagi og'uliq yigit Tursun qo'lini ko'tarib so'radi. Qo'zg'olonni nima bilan qilamiz? Qurol bilan. Dushmandan miltiq, zambaraklar tursa, biz qaysi qurol bilan ilishimiz? Mahalladagi ashu bir nechtal qora miltiqni yig'ib, shuning bilanmi? Biz mo miltiq, zambarak bilan ilishimizda. Chaqchaq qilmasangiz-chu, kichik Axunka. Men rostilla so'rayapman. Men mo rost gap qilyapman. Ishongim kelmayotidi. Unda qurollar nada? Dushmanning qo'lida. Tursun jim bo'lib qoldi. Ko'ngilda meni mazoq qildi dedimikin, uzoqdan shundoq ifoda chiqib turadi. Ko'pchilik, dedi kichik Axun jiddiy holda. Biz jangni obdalla planlay oladigan bo'lsak, dushmanning qo'lidagi qurolni jazman tortib ola olamiz. Shunga tunji qadamni noati puxta besish kerak. Tursun bu savolni yaxshi qo'ydi. Shuning bilan bir ish oydinlashdi. Tursun beshini ko'tarib yenidikilarga kulimsirab qaradi. Yaxshi tadbir zambarakdan kuchlik, davom qildi kichik Axun. Urush birisi jang, 9 rang degan gap bor. Ko'nglimda son bor. Vaqti kelganda bilib qolasizlar. Butun mahalladagi qora miltiqning sonini elib chiqinglar. Amdi yana fikr bormi? Kichik Axun ko'pchilikka bir-birlab nazar silib chiqdi. Ko'pchilik birdek fikrimiz yo'q deyishdi. Kichik Axun aytdi. Amdi o'z parangimizga kelayli. Biringlar akamni chaqiranglar. Tursun o'yliga chiqibla to'lidi. Rimjon aka, bu yoqqa keling. Kichik Axun akasini qaznaqdan qo'g'in achiqib pichishqa buyurdi. Qo'g'in bilan non yeyilib, qo'rsoq astarlangandan keyin Ağu Arazildan kelganlar qaytib ketishdi. Kichik Axunning Hasan Turk bilan maslahatlashgan nurg'un ishlari bor edi. Ishni nadan boshlash va qandoq boshlash kerak, bundan keyinchu degan masala ustida bosh qatirmay bo'lmaydi. Kichik Axun tamkin talaffuzda aytdi. Hasanjon, biz birodarlarni qo'zg'ashni qo'zg'adik. Ularmi mushunda qilishimizni umid qiladi. Amdiki gap biz boshlamchilarda qoldi. Meningcha ishni keyniga tortmasak deyman. Qo'shin jang davomida ko'paydi. Niyatimiz to'g'ri, ishimiz adil bo'ladi ekan, xalq bizni qo'llaydi. Gap ularga dadil yetakchilik qilishda. Agar to'g'ri tadbir qo'llanolmasak, ko'pchilikni o'limga tutib beramiz. Buning huddisidan chiqish tez bo'ladi. Siningcha ishni qayerdan boshlasak bo'lar? Buningga o'zing bir nimada? Men mo bilolmayapman. Meningcha hammamiz Qashqarga kirib, kechsi hamma odam uyquga ketganda muhim joylardagi qarovullarni bo'g'izlab o'tib, olg'a deb birla cho'qan ko'tirsak, to'shakda yotgan amaldor va chiriklar qo'rqib, jon qayg'usida qurolni tashlab qochar-mikin deyman. Boshliqlarini ujuqtirsak, chirik har qancha ko'p bo'lsa-mu, buyruqsiz o'q atalmaydi. Mana shu orqali qurolni qo'lga tushirsak, ondan keyin nima qilamiz desak qila olaydik. Hasan Turkning bu qarashi to'liq oddiy va ishonchsiz bo'lib, Ağu Arazildan to'plangan ozg'ina odam bilan Qashqarni ilish aqliga sig'maydi. Agar qaramliq qilib, yengilib qoldigan bo'lsa, yo'shirung'idek joy himoyasiga oladigan odam chiqmaydi. Bu chorani qo'llanishga to'g'ri kelsa, Qashqar xalqini qo'zg'ash orqali tez kengayib, dushmanni urkitib o'tib, aql hushini tepib bo'lgacha shaharni ishg'ol qilish, buning uchun qo'shinni yetaklashga mahir, el ichida obro'li, kuchli ta'sirga ega, avam agishadigan bir odam bo'lishi lozim edi. Kichik Axun yoki
Hasan Türkler faqat o'z tavasida tilga ilinib yurgan bilan biror cho'ng ish qilib boqmagan. Shu vajidan xalqning ularga agishib qon daryosiga sakrishi natayin edi. Bu jihatdagi ishlarni shahar ko'rgan kichik oxun obdan tushunatdi. Unda qaramla qilishga bo'lmaydi. Biz bu peti Qashqarga kiradigan bo'lsak, xalq dushmanga emas, balki qo'zg'olonchi kapto deb bizga hujum qilishi turgan gap. Biz nomi ulug' biror odamni o'zimizga boshchi qilib maydonga chiqishimiz va yana tashkillangan piyoda, otliq qo'shin, mukammal tartib insonlarimiz hamda dushmanlarimizdan farqlanib nishonimizni ifodalab turadigan to'q alamlarimiz bo'lishi lozim. Shu chog'dala kuch-qudratimiz xalqni ta'sirlantira oladi. Apla kam aqlliq qiptoq. Kichik oxun sal turilib davom qildi. Birodarlarni ketkizimsak bo'lgan ekan, birlikda maslahatlashsak, biror yaxshi tadbir chiqib qilishi mumkin edi. Menimcha, siz deganda qilsak, ancha obdan bo'lmasmikin deyman, dedi Hasan Turk. Bu kamdiki obro'yning hammasi mushtum zo'rliqdan, qurol yarog'dan, pul moldan, mansab huquqdan, salla parejidan kelgan. Aytib beqing'a, ularning ichida fuqarolar bilan niyati o'xshashlardan kim bor? Hammasi bir-biriga moslashib jon boqadigan chilbörlar xolos. Agar ulardan birarsini ko'tarib chiqsak, ish o'ngdan chiqib qilib nusrat qozonsak, hammamizning beshiga chiqib qiladiganini qilsa, u chog'da qandoq qilamiz? Birodarlarning yuziga qandoq qaraymiz? Sizning mo deganlaringizmi xato emas. Darvaqa hozir bizni kishilar bukchak, yalong to'sh deb qarab agashmasligi mumkin. Ammo mushtimizning kimning beshiga tegayotganligini bilsa, jazman agishidu. Hasan Turkning qarashlari kichik oxunni sagaklashtirdi. Agar qo'shinga obro'liqlardan birarsini so'rab kiradigan bo'lsa, huquqni qo'lga elib qiladiganini qilsa, to'kkan qonlarimiz bekor ketmamdi. Bundaq qilishga bo'lmadak. Ammo ma'lum ta'sirga ega bo'lish uchun dastlabki bosqichda ashundaq odamdan birini tepish o'ylanishga tegishlik masala deganlarni ko'ngildan o'tkazdi. Ondan birdilla o'zining zindondan qutulib chiqishiga yordam berguchi Valixon xo'ja esiga keldida umid chirg'i vallida yo'rgandek bo'ldi. U Valixon xo'janing rahimjonini uzitib qo'yganda, biror ish chiqib qolsa meni izdanglar. Afrdun bilan urug' tuqqanchiligimiz bo'lgan bilan u shahar so'rashga loyiq emas deganligini anglagan edi. Hasanjon, dedi kichik oxun, bir odam esimga keldi. Kim? Valixon Turam. Gapingizni tushunolmadim. Sizcha u inovatlikmi? U bir qaroqchi, marab tishlaydigan it. Uni siz bizga yordam berishi, qutratquliq bilan odam to'platqizib, vaqti kelganda qo'shindan foydalanib bulanchilik qilish, qozi Quzzot, Oxun Ashraf, Xo'ja Avliyo deganlarning yo'qsizlarini ko'rdingizmi? Ular tarki dunyolikni targ'ib qiladi. O'shir zakot beringlar deydi. Kimga berishni so'rsa, fiqirga berish kerak deydi. Bu haqning ustiligini qarmamdigan, ularning fiqir degini ikki xil ma'noda bo'lib, birisi yo'qsizlarni ko'rsatsa, yana birisi o'zini ko'rsatdi. Bilganlar uchun yo'qsizlarga beringlar degan ma'noni bersimi, ko'pincha jamoatlar uchun menga beringlar degan ma'noni beradi. Bu qo'sh ma'nilik so'z bo'lg'achqa birov chatoq chiqara olmaydi. Uning ustiga kimga berish, kimga bermaslik nazar sadaqa, o'shir zakot berguvchilarning o'z ixtiyorida, kimga bersa uni bir kim to'siy olmaydi. Shu orqali bizdek nodonlarni go'llab yeydi. Pulni bersa, to'ng'iz go'shini halol deb fatvo chiqaradi. Bularda insof, odamgarchilik nimish qilsin? Men bu gaplarni bir og'inamdan anglab dastlabda tushunmabdiman. Keyin o'ylasam hammasi rostkan. Mayli qaysi xo'ja yoki to'ri bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi bir jangalning bo'rlari ekan. Men ularning soxta tabliğlariga zodila ishonmayman. Rost deysan, kichik oxun tasdiqladi. Ularning hammasining tabiati o'xshash. O'xshatish to'g'ri kelsa, itga o'xshasa joyida bo'ladi. Itlarni olsak, g'ajaydigan so'ng bir tal bo'lsa, necha talishib bo'g'ishidi.
Agar so'ngay ko'proq bo'lsa, har birisi xalqinicha elib, bulun pishqaqqa tarqab birdamdala yarışidu. Fayda manfaatni ko'rganda insofdan kechidu. Valixon to'rini olsaq, nap tegmay tamad yurgan itqa o'xshaydi. Agar qo'rsqi to'yg'anga shukr qilmay, hammaga ega bo'lish ko'yda xiris qiladigan, vaqti kelganda dumba yeydi. Mening uningdan foydalanishni o'ttirib qo'yishim, to'nguzni it bilan qo'g'layli deganni bildirdi. It qo'noqni to'nguzdan qo'g'disimi, uni uyga akirib olg'ili bo'lmaydi. Uning o'rni ho'lining buling'i, yeyishi kepak bo'ladi. Agar uni ko'rsatgan xizmatiga yarasha uyga kirgizib qo'ysang, har qancha yaxshi kutgan bilanmi, yana ugangan xo'yni tashlay olmay, nijosat bilan dasturxonni bulg'aydi. Yana kelib, salla diqqatsizlik qilinadigan bo'lsa, uydagi bar yo'qni o'z uvisiga to'shiydi. Mana bu Valixon xo'janing aloyidligi. Lekin akamning aytishicha, Valixon to'ra Afirdun Vanga xiris qilyotgandek. Biz bu fursatdan foydalanib xabar beradigan bo'lsak, kelmay qolmaydi. Janubdagi 6 shahar xalqi uni payg'ambar avlodi, kayniga agishib o'lsak shahid, tirik qolsa g'ozi bo'lmaymiz deb qaraydi. Biz uni oldiga chiqarib turib, xalqni qo'zg'ab, Qashqarni ilib olsak, ondan o'z yo'liga silib qo'yamiz. Bu bakmu xatarlik, dedi Hasan Turk. Gerçi Valixon xo'jini ko'rib boqmagan bo'lsam-mu, uning ota-bovalaridan tortib Qashqarda qalaymiqanchilik tug'dirib yurganligi to'g'risida nurg'un paranglarni anglaganman. Uning ustiga xo'jalar yig'liqlarining bir qismini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Ular mushundaq fursatni kutib yotdi. Buningdan 40 yil burun Samsaq xo'janing kichik o'g'li Jahongir xo'ja Qashqardan g'arbidagi Toshmiliqda Manching hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'targandan boshlab, ularning avlodi Qashqarga xo'ja bo'lish uchun to'xtamay qo'zg'olon ko'tarib kelyotdi. Bu qitim Valixonni taklif qiladigan bo'lsak, poloni dumlab qo'yib, qaroqchini kutib o'ltirgandek ish bo'larmikin? Agar ularning inovatidan foydalanmoqchi bo'lsak, Valixon xo'ja emas, Jahongir xo'janing o'g'li Buzrukxon to'rini taklif qilayli. U mehribon va muloyim bo'lg'achqa el orasida yuqori obro'ga ega. Uning nomini anglasa hammadam agishidi. Lekin allaqachon xalqning nazaridan tushgan Valixonning nomi tilg'ilinsa, bizni hech kim qo'llamaydi. Deganochi bo'lsin, sen shaharda yurgan odam, men texi hapsida yangi chiqdim. Valixonning qutuldirib qo'yishi bilan yo'riqlikqa chiqqanligim uchun uning gipi Afirdun Vanning oldida o'tgan yerda jamiyatda cho'qim inovatli bo'lsa kerak deb o'ylabdiman. Undaq bo'lsa ish bitganda Buzrukxon to'rini izlayli. Kichik Axun Hasan Turkning fikriga qo'shildi. Ammo bu ishni eng keyinga qoldirdi. Hasan Turkning e'tiqodlari tarixiy chinliqqa uyg'un edi. Xo'jalar ilgari keyin necha qitim qo'zg'olon ko'tarib, mag'lub bo'lib kelgan. Bu munosabat bilan 1831-yili Qo'qand va Ching sulolasi hukumati taraf tinchlik kelishimnomasi imzolagan. Uning 4-moddasida Qo'qand taraf xo'jalarni boshqarishi, ularning Qo'qand zeminidan otlab chiqib ketishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Agar xo'jalar qochib borsa, Qo'qandliklar ularni qabul qilmaslik kerak deb belgilangan. Shuningdan tortib 1845-yili texi yosh quramiga yetmagan Xudoyorxon Qo'qandda taxtga chiqqanga qadar xo'jalarning harakati qattiq ta'qib qilingan. 1845-yilga kelganda Qo'qandda g'alayon yuz berib, Qo'qandning xo'jalarga bo'lgan taqibi bo'shab qolgan edi. Bu g'alayon sababidan Qo'qand bilan Qashqarning munosabati ta'sirga uchradi. Qo'qand hukumatining ojizlashishi bilan ularni cheklashga mas'ul bo'lgan oqsoqol para yeganlikdan bu ishni nazardan soqit qildi. Natijada Qo'qandda yuz bergan g'alayon xo'jalarga foydali bo'ldi. 1847-yili atiyozda 7 xo'ja deb atalgan katta to'ra, xo'ja to'ra deb ataladi. Fuksi kichik xon to'ra, katta to'raning Valixon to'ra, Tavakkul to'ra, Oqtojixon to'ra, Sabirxon to'ra va Ishonxon to'ra qatorliq navra inilari 6 shaharga hujum qilib, qo'lga kirgizish uchun
Qo'qanddan tog'liq joylarga qochib berib olib, 1000 kishilik otliq qo'shin tayyorladi. Ular chegirdagi qarovullarni o'ltirib, Qashqarga besib kirgan bo'lsa-mu, birinchidan yerlik xalqning qo'llashiga erisholmadi. Ikkinchidan, Çin qo'shinlarining son jihatdagi ustunligidan qo'rqib, qadimiy yetganligi joyda bulang-talang qilib to'plagan boyliqni elib, qochib ketgan edi. Oqibatda xo'jalar sodir qilgan jinoyatlari uchun xalqning kuchlik nafratiga uchrab, jim yetishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, 1855-yili Valixon To'ra bilan uning inisi Kichikxon Xo'ja Qashqar chegarasida parakanchilik tug'dirib, toki 1856-yilgacha harakatini to'xtatmay fursat kutib yurmoqda edi. Agar Kichik Axun boshchiligidagi yangidan tashkillanish oldida turgan qo'shin Valixonni taklif qildigan bo'lsa, uning tajovuzchilik niyatiga ajoyib mos kelgan bo'ladi. Shunga xo'jalarning rahimsizliklarini o'z ko'zi bilan ko'rib, dardini tortib baqqan Hasan Turk Kichik Axunning fikriga qo'shilmagan edi. Valixon To'raning Kichik Axunning aksi Rahimjonning iltimosini qabul qilib, ich og'ritgan tarzda Afardonga xat yozib berishdagi maqsadi qo'zg'olonchi deb hapsiga ilingan Kichik Axunni zindondan qutqizish orqali o'ziga cho'qindirish hamda ichki jihatdan qo'shin to'platqizib, Qashqarni qo'lga kirgizib, 1678-yili Appa Xo'ja Dalay Lamaning maslahati bo'yicha G'aldan Böşükdo'ning yordami bilan Sayda xonligining oxirgi xoni raqibi Ismoil xondan huquq tortib olib, Böşükdo'ning vakili sifatida Qashqarga xon bo'lgandan boshlab 6 shaharni besib olish uchun to'xtamay to'polon ko'tarib, maqsadiga yetolmay kelayotgan xo'jalarga varislik qilib, Qashqarga xo'ja bo'lish edi. Kichik Axun bo'lsa, dal uning ko'zlagan yeridan chiqyotdi. Hasan Turk darhol ogohlantirmaganida ishning oqibatini mo'ljalligili bo'lmaydi. 10-bob tugadi.